Böljirgen kenti. Xaybov atritidagilar Chow bilan yo'g'on eg'izning qiltig'idan qutulib chiqqandan keyin Böljirgen shahriga qaytib keldi. Xiaomini davolash uchun burutliq doktor tez suratda yetib keldi. Qo'rqmagan. Mening bu do'ramni ishlasak, Xiaomi tezda saqayib ketadi, ha? Pek yaxshi bo'ldi. Burutliq doktor, Shovqin beliqi nemishqa xafa bo'lib ketadi. Biz uni qutqizg'ini borgan tursak. Buni men Bu ne deganingiz nemisi burutliq doktor? buni men yana tadqiq qilib boqsam bo'ladi, ha? Javob bermaganga o'xshashi bo'ldi-ku. Yana bir burutliq doktor paydo bo'ldi-ku endi. Rost, sizlarga yangi kashfiyotimni tek tunishtirmoqdiman, ha? Burutliq doktor markasidagi yiqilmas buvoy. Buni odatdagi yiqilmas ko'tak buvoy deb qolmanglar, ha? Qaranglar, bir harsi uningga tegib qo'ysa, yengil urib qo'ysimi, Lekin doktor, bu kashfiyotingizdan qanday qurollar bor? Buni yana tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Burutliq doktor yanala burunqidash lekin. Bir, iki, üç, dört. 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bedençi doktorumuz. 2, 2, 3, 4. Tekama kaltısı var. 1, 2, 3, 4. Bedençi doktorumuz. 2, 2, 3, 4. Tekama kaltısı var. 3, 2, 3, 4. Dağımla tıraşımız. 4, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Bu yarmazda yemiş kılışıvatsan. Vazifini orunda dolamı yok. Şayet. Biz teyarla kılıvatımız. O ahmaklar. To'g'ri misildishib yurishma. Xaybov atritidagilar zirehchaqlarning qimmatli kitobini tepib olsa, mening butun dunyoni bo'ysundirish planim yo'q chiqadi. Shundoq shayid. Yarmas o'rin ablaqlar, qarg'i kelishmadi. Bugun sizlarni toza bir adablab qo'yak. Jajog'ni yeyish. Darhol qamoq tepib, Xaybov atritidagilarni to'sish. Burutliq doktor nima qilyapsiz? Men atrofdagi muhitni tekshiryapman. Muhitning bulg'unishi shovqin beliqning sababsizlik hujum qilishi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Doktor, siz yana nimani payqadingiz? Buni yana tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Yo'g'anigiz, bu qitim tayyorlig'ing yaxshi-da. Xotirjam bo'ling boshliq. Men maxfiy qoral orqali shovqin beliqining kuchini, hayosini oshirdi. Bu qitim Xaybov atritidagilarni bo'ysundira olamiz. Pek yaxshi bo'ldi. Meni o'rinlab olsak, shoyim meni cho'qim adil qadamga kelishgan qilib o'zgartib qo'ydi. Yo'g'anigiz, tezroq harakatni boshlamamsan. Burada boshliq.
Yo'g'on bu nima qildi? Kechiring boshliq, boya xato bisib qo'yibdiman. Shovqin biliqi. Çatak boldi, ko'pchilik kesqi chiqma. Meni qo'g'lima, yiqilganman. Hamma yemaklerimni sana beray bulamdi. Undaq qilma, yiqilganman. Bu ajiba. Ha, bildim. Shovqin baliqning g'azablanishi cho'qin beshidagi kumushdan tig'dak narsalar bilan munosabatlik. Shovqin biliqi menga hujum qilma. Men yavash bir bola. Dostumga ziyan yetkazgücü bomba. Hayba. Doktor, siz hiliqi yıkılmaz kötek boyunu tez ip gelin. Burutuk doktor, endi vaqt qolmadi, hayvanlar digri de qılğaylı. Kodum, biz tezroq ularning yiniga ketayli. Hamma şunu minunga tez bulunlar. Haybo, u tinish turganda tez berib eliq tig'dak narsani elib etgan. Ay, haybol keldi. Haybol keldi. Ay! 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 Shovqin beliqi yorlandimi nima? Balalarim, man qaranglar. Yüzüm saqayib qopdi. Demakchi bo'g'inam, shovqin beliqni tezda asliga keladi. Yo'g'on aka, u shovqin baliqini yana yig'ilib qoldi emasmi? Ajab achchig'im keldi. Tez bo'l darhol kuchbisi bilan oshirib hayvon atrofidagi hujum qila olmadimmi? Xo'p, boshliq. Qaranglar, yana cho'cho bilan yo'g'on yig'izgan. Asli tilingdagi kumush rantiqni yo'g'on yig'izsan jib tikanda. Kelakutda dadimlarni beraman. Yaxshi dedingiz, boshliq. Tez ketaylik.
Şovqun biliqi sen bek yaman kensen.